Bittasi kelib, shu yerda o'tirsang bo'ldi dedi. Bittasi kelib, nimaga kech kelding dedi. Kimmi gapi to'g'ri, kim boshliq bu yerda hayronman. Bu yerda nimalar bo'layapti? Aytib qo'ying, ana o'z asabimga tegmassan. Birinchidan, u meni anonim emas, turmush o'rtog'im bo'ladi. Mana qo'shnimiz Latifa opani. Kelinichi bolasi o'lib qoldi. Bolani sen o'ldirding deb kelin bechorani haydab yuborishdi. Seni qaynonang esa hammasi o'tib ketadi, hali yana qo'sha-qo'sha farzandli bo'ladi deb gapiryapti. Dada, mendan foydalanib bo'lishdi. Erimdan o'ch olishdi. Bo'ldi, endi kerak emasman. Bugun yoki erta sizni ham o'yindan chiqarib yuborishi mumkin. Chunki ularga endi kerak emassiz. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Nazokat bonu. Bu yoqqa qarang. Hozir. Hozir jonim, hozir. Ay, Xudoyim ey. Menga qarang. Qodirga tuzukroq qiz topsangiz-chi? Qizni nima qilasiz? O'g'limni uylantiraman. Xotini bor-ku, opa. Qani xotini? Qani? Qani? Ko'ryapsizmi? Yo'q, ketvordi-yu qochib. Xudo biladi, kimlar bilan nima qilib yuribdi. Balki yerga tegib ketgandir. Opa, homilador bo'lsa, kimga ham erga tegadi? G'alatimisiz? He? O'rislarda bilib bo'ladimi? Keyin ana dengiga qidirib yurishadi. Kimdan bo'ldi, qayerdan bo'ldi, nima bo'ldi deb. O'g'limdan tuzukroq, boyrog'ini topgan bo'lsa, tegsa tegib ketgandir. Undan ko'ra nabiram tezroq tug'ilsin demaysizmi? O'lib ketmaydimi? Tug'adimi, tug'maydimi, chala tug'adimi, boshqa tug'adimi? Xudodan qo'rqing, opa. Yoshlar bir-birini yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rmay o'lsin. Undan keyin Xudo kimnidir dilida, kimnidir tilida bo'ladi. Meniki dilimda, dilimda. Opa, sizga tengi bo'lmaydi. Men qarang. O'g'limga yaxshi qiz topib bering. Gumbira qas qilib to'y qilaman. Sizni boshiga kiyintiraman, sarpa qilaman. Sarpa kerak emas menga. Undan ko'ra Sochi kanaliga yo'llanib oling. Blogerlar bor, xotin topib beradi. Shularga ayting. O'zingiz topib bering, o'shandan topib bering. Qanaqa qilib? Yo'q, internetda bor, menda yo'q. Internetdan chiqadi yozasiz. Mana opa, siz chaqib o'tiravering. Men ketaman. Qayoqqa? Pistongiz chaqirmaysizmi? Ishim bor opa. Gap sotgandan ko'ra borib ishimni qilaman. Ha, ishingizni qiling, ishingizni qiling. Tavba. Uylantirarmish o'g'lini. Bittasini rasvo qildi-ku. Bular hech qaysi do'st bo'lmaydi. Ichi qoralar, ko'ra olmaydi.
Qiyinchilikmi? Birdan shoshilinch chaqirib qopsiz. Anu itni ta'zirini berib qo'yishing kerak. Oqinimi, qorasinimi? Oqini. O'lib qolsa, keyin aybdor bo'lib qolmaysizmi? O'lsa o'lar. Hamma o'sha itdan qutuladi. Uni orqasidan yig'lab qoladigan odam ham yo'q. Bo'ldi. Men uni avval kuzataman. Qulay fursat topilishi bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Faqat ko'karmaydigan joyga urgin. Bu qizim uchun. Men uchun sen alohida o'ch olgin. Biz bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini ko'rib qo'ysin. O'sha yaramasni indamay tashlab ketmasligimizni bilib qo'ysin. Xo'p bo'ladi. Sizni salomingizni yetkazsam, o'z uchun bo'ladi. Uni ta'sirini bermaguningcha oldimga kelma. Mayli. Unda men ishga kirishaman. Bora qol. Bu chiroyli tabiatni ko'rganingda edi. Unga ham juda yoqardi, oyi. Hali tug'ib olsang, albatta u ko'radi. Xavotirlanma. Hozir pastroqqa tushib olsak, qo'shnimnikidan senga sut olib beraman. Mazza qilib ichib olasan. Sutni ichida juda ko'p kalsiy moddasi bor. Oyi, men sut ichishni yoqtirmayman. Nimaga? Ichishing kerak. Unda uyga qachon boramiz? Bu nima deganing? Hali qaytmaymiz. Bas qil. Ha. Avval bolang tug'ilib olsin, ana undan keyin qaytishni o'ylab ko'ramiz. Meni bolam hademay tug'iladi, oyi. Balki shaharda tuqqanim yaxshidir. Har holda u yerda shifokorlar yaxshi qaraydi. Bu yerda ham yaxshi shifokorlar bor. Sen xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylama. Asosiysi bolang sog'lom tug'ilishi. Xo'p, mayli, oyi. Xavotir olma deyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasizmi? Bilaman. Eringni sog'ingansan, shundaymi? Uni ko'rging kelyapti. Ha, bilaman. Shaharga qaytishga bahona qidiryapsan. Yo'q, hech ham unaqa emas. Men undan juda ham xafaman. Kechirishni xohlamayman. Qo'ysang-chi. Meni alday olmaysan. Har kuni kechqurun mendan berkitib telefonga qarayapsan. Xabar keldimi yo'qmi deb. Oyi, men uni juda ham sog'indim. Voy. Lekin u seni aslo sog'inmagan. Buni tushunsang-chi axir. Bo'ldi, o'ylama. Nega unday deb o'ylayapsiz? Qo'shnilardan har xil gaplarni eshitdim. Demak, siz ular bilan gaplashib turibsiz-da? Ha, gaplashdim. Ular aytishdi.
Qara, tabiatni chiroyliligini, suvni tiniqliligini, undan bahra olsang-chi. Qara, Ha, ko'rmaysanmi? Endi uyda so'ppayib o'tiribman. Qo'limga konvert tutqizib, mazza qilib ishlatib chiqarib yubordi. Hech ham kutmagandim undan. Tavba. Yana to'yiga borib kelin dugona bo'lib ketman-a? mayli o'rtoq, zerikma, uni xarakterini bilasan. Fe'li shunaqa. Menga bir marta shunaqa qilgan. Qo'y, siqilaverma. Bo'pti o'rtoq, erim kelish kerak, men ham uylarimni yig'ishtirishim kerak edi. Bo'pti. Yana qo'ng'iroqlashamiz, xo'p? Mayli. Nima qilsam bo'larkin-a? Nimadir qilib nazokatga qarshi chiqishim kerak. Ha, nazokat to'ydi. G'aybulla bergan sovg'a bor-da, tashavor degandi. Men uni uyga olib kelib, qayerga qo'ygandim-a? Kelin kuyovga maxsus sovg'a deganmidi? Qayerga qo'yuvdim-a o'shani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi. Qizing qalay? Yaxshi, ancha-muncha narsa o'rgandi. Ha. Lekin yuzi kulib turgan bilan ichida baribir ham dardi. Qizim ancha ulg'ayib qopti. Iye, dada. O'zi ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsan? Yaxshi. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Tuzumsan? Pazanda bo'lib qoldingmi? Qalay chiqdi pishirgan ovqating? Xonimmiz? Hozir maqtab turdim seni. Nima qildik? Ketamizmi? Uyga ketamizmi? Yo, dada, uyga bormaylik. Ozgina ko'chada aylanaylik. Xo'p, sen nima sen shu? Yaxshi, unda chiqinglar. Men bir ishxonaga kirib o'taman, sizlar o'sha paytda aylanib olasizlar, xo'p? Bo'ldi. Shunda narsalarimni olib chiqing. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Haqiqatdan ham ancha ulg'ayib qopti. Bo'pti, tezlashtirib olib chiqin, men pastda bo'laman. Xo'p, bo'pti, hozir. Bu rasmni endi nima qilsam ekan-a? Nazokatga sotsammikin? Yo'q. U qurumsoq pul bermaydi. Shallaqlik qiladi. Qo'limda shunday qurol bor ekan, bilmay yurgan ekanman-a? Yoki Dildor otasiga bersammi? U ham boy odamga o'xshaydi. Qo'limda shunday qurol bor ekan-a? Demak, bu quroldan foydalansam bo'ladi. Bularni inini topsam, ikkalovini ham yanchaman. Hali qo'limga tushasanlar-ku. Yana sizmi? Gaplashib olsak bo'ladimi? Vaqtim yo'q. Bu senga. Mengami? Senga? Olmasamchi? Ol, qancha joydan ko'tarib kelyapman. Yo'q.
Nimaga sizni gulingizni olishim kerak? Nima men odam emasmanmi? Odamsiz, lekin olgim kelmayapti. Anonimdan gul olasan-ku. O'sha anonim bilan yaqinda to'yim bo'ladi. Tushundingizmi? Boshqa meni umuman yo'limdan chiqmang. Hali to'ying kuni olib qochib ketaman, qarab turgin sen. Ahmoq, hali seni dadamga aytaman, dabdalingni chiqaradi. Hali meni yaxshi ko'rib qolasan. Dildorni yig'latishni hali senlarga ko'rsatib qo'yaman. Kalamushlar. Kechi. Bola yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'tir. Nechu, kayfiyatingiz zo'r. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi, zaylida yashayapman. Keyin yangilik bor. Pochchay menga sex ochib beryapti. O, zo'r-ku. Qanaqa sex? Qandolatchilik sexi. Mana. Yeb ko'rchi. Endi bilasan-ku qanaqa pishirishimni, lekin yana ham yeb ko'r. O'zim pishirdim. Shirinlik ishlab chiqaraman. Seni ham ishga olaman. O'ylab yuruvding, nima qilaman endi opa deb. Mana, ish topildi. Opang bor, nima g'aming bor degandim-a, esingdami? Yana 2-3 ayol kerak. 4 kishi bilan uddalaymiz. Ish qilib, kimdir bizdan narsalarni sotib olarmikan? Shubhang bormi? Voy, shunaqangi shirin qilib pishiramanki, undan keyin birinchi mijozimiz pochchay bo'ladi. Ha, opa, siz qo'ymaysiz. Balosiz balo. Keyin seni bekorga chaqirmadim. Ro'yxat qilishimiz kerak. Keyin o'sha narsalarni chiqib olib kelishimiz kerak. Qog'oz qalam olib qo'lingga. Kerak narsalarni hammasini yozib chiqishing kerak. Telefonimga yozib olaman. Sariyog'ni eng yaxshisini olishimiz kerak. Esingdan chiqmasin. Opa, hamma pishiriqni margarinda qiladi-yu. Sariyog' deysizmi? Biz sariyog'da qilamiz. Bizni mijozlarimiz minnatdor bo'lishi kerak. Mayli, siz nima desangiz shu. Bizga nima? Baribir pulni pochchang to'laydilar-yu. Eng yaxshisini olamiz. Agar pochchangning qo'lidagi pullarni olib qo'ymasam, ko'chadagilarga sarflab yuboradi. To'ppa to'g'ri. Yana nimalar kerak bizga, opa? Idishlar kerak. Bezatish uchun hamma narsa kerak. Ha, shoshmay turing. Telefonimni olib kelay, yozib olaman. Dada, keldingizmi? Keldim. Bu narsa tayyorlab beraymi? Qorningiz ochmadimi? Yo'q, rahmat. Dada, qayerga borib keldingiz? Ano it sodiqning oldiga borib keldim. Nimaga borasiz? O'zingizni g'ururingizni yerga urib borishingiz shartmidi? Erkak degan gapirgan gapiga javob berish kerak. Lafz qildimi? Bo'ldi, tamom. Dada, biz ham bergan so'zimizni ustida turmadik-ku. Meni aynetgan o'sha sodiq it bo'ladi. Hammasiga o'sha aybdor. Men hali unga ko'rsatib qo'yaman. Ma'naviyatchilik qilish qanaqa bo'lishini. Bitta siz emas. Meni ham ahmoq qildi. Aslida o'sha kishi xotinchasini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Bilaman.
O'zi shu ayol hamma yoni rasvo qilyapti. Bu ayolni qayerdadir ko'rgan deyman deng. Voy, G'aybul akani xotini bo'lgan-u, dada, tanimadingizmi? Shoshma. Anu Afzalli yonida yurgan G'aybullanimi? Ha, o'shani. Unda ismi faqat Malika edi. Butun mahalla gapirgandi, esingizdami? Kafanga doqib ketgandi-yu. Esladim. Buni qara, tanimabman. Men faqat bir nimaga tushunmayapman. Nimaga Afzal aka bilan G'aybulla bu sirni cholga aytmayapti? Biz aytamiz, qizim. U seni oilangni nima qilgan bo'lsa, biz ham xuddi shunday qilib qaytaramiz. Dada, chol to'g'ri gapga ishonmaydi. Unga isbot kerak. Bizda esa isbot yo'q. Nazokat uni shu qadar bosh ko'zini aylantirib olganki, undan boshqasini ko'zlari ko'rmaydi. Shuning uchun ham rad etilmaydigan dalil bilan borish kerak. O'zim qarayman. Nargiz opa kelgan bo'lsa kerak. Mayli, qara. Onasi? Bu gullar sizga? Menga? Nima munosabat bilan? Bu gullar sizni chiroyingizni bir ko'rsin. Bu chiroyini oldida bir uyalib ketishsin bular. Ha, qarang-a. Chiroyli ekanligimni eslab qopsiz-a, rahmat. Mana, qarang. Hidlab ko'ring, juda ham dahshat. Oy. Ke. Mayli opa, men bora qolay. Keyin kelarman, xo'p? O'tir. Yo, boshqa safar. Mayli, pochcha. Mayli, xo'p, yaxshi boring. Singlim bor deb aytib qo'ymaysanmi? Nima qipti? Ha, endi g'alati-da, uni oldida. Singlim farosatli. O'zi tushundi-yu, ketdi. Lekin rosa ham chiroyli gullarni tanlabsiz. Bo'pti, kelib chiqin, bir ko'chalarni aylanib kelamiz. Yangi kelin-kuyovlardek, ha? Ha, shunaqa? Aslida bolalarni alohida yashashi ham yaxshi ekan. Qarang-a. Endi yoqib qoldimi? Oldin uyga kelganimda har kuni janjal bo'lardi. Hozir esa xotinim kulib kutib olyapti. Ha, shunaqa. Chunki men o'zimni yaxshi ko'rib yashayapman. Kulib yashashni xohlayapman. Aytmoqchi, sizga sevgi xati jo'natgandim. Telegramdan ko'rdingizmi? Ha, anavmi? Ko'rdim. Sevgi xatimish. U rasxot xati-yu. Nima qilibdi? Sexga ketadigan xarajatlar. Rosa yozibsan-a? Olish kerak hammasini. Bo'pti, bor, kiyinib chiq. Men poylab turaman. Xo'p. Bo'la qol. Hozir. Qani o'tirma, bo'la qol. Ancha bo'ladi gulamaganimga. Jonim, yordam kerak emasmi? Keling. Bu yoqqami? O'tiring. Tinchlikmi, opa? Nimalar ko'tarib yuribsiz? Sizga
Zo'r sovg'a olib keldim. Buni qayerdan oldingiz? Nazokat. Faqat sizni dushmaningiz emas. Unda meni ham alamim bor. Nazokat, sizni dugoningiz emasmi? U shunaqa o'ylaydi, lekin men uni dugona deb bilmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz uchun juda ham zo'r narsa olib keldim. Tilingizni uzun qiladigan, ayrimlarni ramkasiga solib qo'yadigan juda qimmatbaho sovg'a olib keldim. Yo'q, Dada, bularni nima qilamiz? Mana endi urushamiz qizim ular bilan. Ha. Ichida fleshka ham bor. Unda ham rasmlar bor. Juda ham yaxshi. Baraka toping. Katta rahmat sizga. Mendan qarzdor bo'lib qoldingiz. Albatta qarzimni uzaman. Qani unda muolajani boshlaymizmi? Ha? Yuring. Yuring. Endi sana onangni uch qo'rg'ondan ko'rsataman. Qani xotinjon? Ha? Qalay bo'ldi restoran? Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Men anavi restoranni mana shunaqa dizayn qilmoqchiman. Qanaqa remont qilasiz? Bilasanmi, shu 1-2 haftaga yopib, hamma narsani o'zgartirish kerak. Rangidan tortib, idish-tovoqgacha. Juda ham ko'p pul ketadi. Lekin hozir bir pasda odamlar bir xillikdan zerikishyapti. Bilasanmi, meni xayolim bo'yicha mana shu kiraverish joyiga chiroyli bir yangilik qilish kerak. Anchadan beri erim menga rejalarini aytmas edi. Gaplashmasdi ham. Faqat qo'pol gapirardi. Nahotki o'zgardi. Menga hamma ishlarni, rejalarini aytib beryapti. Demak, o'ziga keldi. O'rtamizda yana iliqlik, o'sha tuyg'ular uyg'onmoqda. Mana buni suring. Shu yaxshi. Dadam menga salon ochib beraman deyaptilar.
Zo'ri? Sizga alohida xona qilib bersam ishlaysizmi? Albatta ishlayman. Faqat ijarasi qimmat bo'lmasligi kerak. Qo'rqmang. Sizdan ijara haqqi olmayman. Bizga shuncha yordam berdingiz. O'zi dadangiz nima ish qiladilar? Asli kasblari oshpaz. O'zlarining choyxonalari bor. Oddiy choyxonadan shunaqa boyib ketsa bo'ladimi? Bu oddiy choyxona emas. U yerda kechasi bilan ishlanadi. Ana unaqa joylari bormi? Qanaqa joy? Tungi klubga o'xshash. Yo'q. Erkaklar o'tiradigan oddiy choyxona. Ko'rsangiz eski bir joy. Lekin ko'chani odamlari gaplashib tong ottirishadi. Ko'chani odamlari deng. Demak, qimorxona. Voy, turgan bitkani kriminal ekani bo'lani. Demak, pul o'sha yerdan keladi. Ha, u yerda yomon narsa yo'q, yana noto'g'ri tushunmang. Yo'q. Tushundim. Undan ko'ra mehmonxonami, restoranmi ochsalar bo'lmaydimi? Dadamni hamma narsalari bor, o'zlariga yetadi. Yaxshi ekan. Siz nima qilib Sodiqboyni yonida yuribsiz? Chol bizani ahmoq qildi. Lekin dadam uni shundoq qo'yib qo'ymaydilar. Gul opa, ozdiradigan ukolni qachon qilasiz? Bu ukolni olishdan oldin doktor bilan maslahatlashish kerak. Oshqozoningizni, buqog'ingizni tekshirtirish kerak. Analizlar topshirishimiz kerak. Doktorga borib analiz topshirsangiz, shunga qarab boshlayveramiz. Xo'p. Husniddin aka. Aka, shoshmang. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, 3 kundan beri ishsiz o'tiribmiz. Bu nimasi? Bekordan bekorga shuncha kunimiz o'tyapti. Ishlamagan kunimizga pul berishmaydi-ku. Nimaga o'z vaqtimizni sarflayapsizlar? Xomosha hali kelmagan. Xomosha kelishi bilan ish boshlanadi. Kelmas ekan. Bir tanishimdan eshitdim. Qurilish sotilayotganmish. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar loyiha boshqa odamning qo'liga o'tsa, bizni haydashadi. O'rnimizga boshqa ishchilar kelishadi. Undan ko'ra o'zimiz vaqtida ketganimiz yaxshi. Ishchilarimni olib ketaman. Ertagacha kutinglar, sabr qilinglar. Kutmaymiz. Ertadan boshqa ishga kirganimiz yaxshi. Axir uyga 4 ta non olib kirishimiz kerak. Bola chaqa bor. Sabr qilinglar. Yo'q, men ishchilarimni olib ketaman. Supsilaga. To'xta. Hey, to'xta deyapman. Yana o'chirib qo'yapti. Kun bo'yi telefon qilyapman. Javob bersa nima qiladi? Balki mazasi yo'qdir uni. Shunga xavotir olyapman-da. Endi nima qilmoqchisan? Bilmayman. Sog'indingmi deyman-a? Necha kundan beri ko'rmayapman. SMS yozib ko'r. Yozdim, bittasiga ham javob berayotgani yo'q. Qattim xafa bo'lganmi deyman. Senga ham qiyin. Bechora oshiq. Urmagin-ey. Yuragim qanaqa siqilayotganini tushunmayapsan-da. Senga oson kulish. Qo'lim ham ishga bormayapti. Menga qara. Narigi domda Sergey aka bor. Sasha ham deyshadi-ku, o'sha Valiyapani har doim mashinasida olib yuradi. Balki o'shandan so'rab ko'rarmiz. Qaysi Sasha aka? O'zimizni Sasha akami? Ha, o'sha. Ana shuni voqliroq etmaysan?
bilasanmi qattaligini? Yur bor kelaylik. Yaxshi o'tiribsizmi? Mevali choy damladim. Oling. Rahmat. Men sizdan xafaman. Nimaga xavasiz xonim? Xonangizda katta seyf bor. Bo'lsa nima qilibdi? Qayerga borsangiz ham o'sha og'ir seyfni o'zingiz bilan ko'tarib yurasiz. Seyfni ichida nima bor? Menga ko'rsatmaysiz. Kalitingizni doim bekitib yurasiz. ललिता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन श्वेता किचन में खाना गर्म कर रही होती है कि तभी उसकी माँ ललिता उसके पास आती है और उससे कहती है, श्वेता, मैंने अभी खाना बनाया था, खाना तो गर्म ही है, उसके बाद भी तुम खाने को गर्म कर रही हो। माँ, खाना बनाए हुए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे में खाना ठंडा हो जाता है। आपको ठंडा खाना खाने की आदत होगी, लेकिन मुझे नहीं। भगवान जाने क्या होगा तेरा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कल को तू अगले घर जाएगी तो क्या करेगी? अरे अगर तेरी यही हरकत रही ना तो तेरे साथ साथ तेरे ससुराल वाले मुझे भी ताना देंगे। माँ, ससुराल वालों को मैं अपने रंग में डाल लूंगी, जैसे मैं हूँ उन्हें भी ठीक वैसा ही बना दूंगी। ये तो कहने की बात है बेटा, जब लड़की अपने ससुराल जाती है ना तो लड़की अपने ससुराल वालों के रंग में ढलती है, ना कि ससुराल वाले अपनी बहू के। चल अब बातें बंद कर और आकर खाना खा ले। हाँ हाँ माँ, आप चलिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर ललिता वहाँ से चली जाती है और श्वेता भी थोड़ी देर में खाना लेकर अपनी माँ के पास जाती और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ हंसी ठिठौली करते हुए खाना खाते। समय गुजरता है और एक दिन ललिता श्वेता के हाथ में एक लड़के की फोटो दिखाते हुए उससे कहती है, देख बेटा, तेरे लिए ध्रुव नाम के एक लड़के का रिश्ता आया है। इकलौता लड़का है पर बहुत समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी। तू यहाँ राज करेगी, राज। लेकिन माँ, आपको पता है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये बात जानते हुए भी आप शादी के लिए लड़के देख रही है। देख श्वेता, तेरी उम्र 27 हो गई है और लड़कियों की उम्र पर शादी हो जाए तो ही अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कौन करवाएगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा? सेम क्वेश्चन फॉर यू माँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो आपका ख्याल सच में कौन रखेगा? देख बेटा, ये दुनिया की रीत है, हर लड़की को अपना मायका छोड़ अपने ससुराल जाना ही होता है। इसलिए तू एक बार लड़का देख ले, अगर तुझे पसंद है तो मैं तेरी बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना बोलकर ललिता वहीं फोटो रखकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं श्वेता जब उस फोटो को देखती है तो ध्रुव उसे फोटो में ही पसंद आ जाता है और श्वेता अपनी माँ के पास जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब कुछ ही दिनों में ललिता अपनी बेटी की शादी के लिए आगे बात करती है और बहुत जल्द ध्रुव, उसकी माँ और उसकी बहन नेहा श्वेता के घर आते हैं और श्वेता को पहली ही नजर में देख ध्रुव के सभी घर वाले उसे पसंद कर लेते हैं। बहन जी, हमें आपकी श्वेता हमारे घर के बहू के रूप में दिख चुकी है। सीधे शब्दों में कहे तो हमें आपकी श्वेता पसंद है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम बात आगे बढ़ाएं? नेकी और पूछ। अरे बहन जी, जिस तरह आपको हमारी श्वेता पसंद है ठीक वैसे ही मुझे आपका ध्रुव पसंद है। तो हो गई ना बात पक्की। चलो अब शादी की डेट फिक्स करते हैं। वैसे भी जब दोनों साइड से सब कुछ ओके है तो देरी किस बात की? नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और बहुत जल्द ध्रुव और श्वेता की शादी हो जाती है और इस तरह ध्रुव और श्वेता शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद श्वेता अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है।
ऐसे ही एक दिन श्वेता किचन में अपने लिए चाय गरम कर रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू ये क्या कर रही है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले ही चाय बनी थी, तू फिर से चाय बना रही है? माँ जी, ये पुरानी वाली चाय ही है, थोड़ी सी बच गई थी, इसलिए सोचा बर्बाद होने से अच्छा है गर्म करके पी लूं। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा बहू, लेकिन फिजूल की गैस खर्च क्यों करनी? अरे चाय सिर्फ इतना बनाया कर जितना बन सके, क्यों खामखा गैस की बर्बादी करनी है? सास की बात सुनकर श्वेता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब रात को जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो श्वेता सभी के झूठे बर्तन धो रही होती है कि तभी उसकी ननद नेहा हॉल में आती है और हॉल की लाइट चालू देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी ये क्या, रात के 12 बज रही है और अभी पूरे घर की लाइट जल रही है? अरे आपको पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? लेकिन नेहा, मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, इसलिए मैंने लाइट जला रखी है, जब मैं सोने जाऊंगी तो बंद कर दूंगी। अरे भाभी, आप किचन में बर्तन धो रही है, ना कि हॉल में। अगर आप किचन में बर्तन धोती है तो किचन की लाइट जलाओ ना, हॉल की जलाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा तो दिमाग यूज कर लो भाभी। लेकिन नेहा, लेकिन क्या भाभी? अरे आपको क्या पता कि जब खुद के पॉकेट से पैसे जाते हैं तो कितना दुख होता है। आप तो बस घर में रहकर घर के कामों में बिजी रहती है। बाहर जाकर जिस दिन आपने बाहर की ठोकरें खाई उस दिन आपको पता चलेगा, इसलिए कह रही हूँ थोड़ी बचत करना सीख जाओ। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। लेकिन नेहा की बात सुनकर श्वेता की आंखें भर आती है और वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप बर्तन धोकर घर की सारी लाइट बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आए दिन श्वेता को सब लोग बचत करने के बारे में सिखाने लगे। ऐसे ही एक दिन इन सब से परेशान होकर श्वेता अपने कमरे में जाती और अपनी माँ को फोन करती। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे घर में आ गई। अरे यहाँ पर हर कोई मुझे टोकता रहता है, इनको लगता है कि मुझे बचत करना नहीं आता। श्वेता, ये हर घर की कहानी है, तू अभी उस घर में नहीं है ना, इसलिए तुझे हर कोई रोक रहा है, इसलिए तू उनकी बातों का बुरा मत मान। जिस दिन उन्हें ये समझ आएगा कि तू उस घर की बचत करना चाहती है तो वो तुझे उल्टा सीधा बोलना अपने आप बंद कर देंगे। नहीं माँ, यहाँ एक बार नहीं बल्कि हर रोज हर पल मुझे ताने सुनाए जाते हैं कि मुझे किसी भी चीज का ढंग नहीं। श्वेता अपनी माँ से ये बातें बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ ध्रुव आता है। श्वेता, मुझे लेट हो रहा है, जरा जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो, आज मुझे मीटिंग में जाना है। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी इनके कपड़े प्रेस करने हैं। इतना बोलकर श्वेता अपनी माँ का कॉल कट कर देती है और ध्रुव के कपड़े प्रेस करने लगती है। पर तभी वहाँ नेहा आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे भी आज ऑफिस जल्दी जाना है, प्लीज ब्रेकफास्ट जल्दी से निकाल दो और मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। आप जब तक मेरा टिफिन पैक करोगी इतने में मैं रेडी हो जाऊंगी, प्लीज मना मत करना। ठीक है नेहा, मैं अभी कर देती हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर श्वेता प्रेस का प्लग चालू छोड़कर किचन में चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद ध्रुव नहा कर आता है तो वो प्रेस को चालू देख श्वेता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या करूं मैं इस लड़की का, इसने तो नाक में दम कर रखा है। अरे इसे इतनी बार समझाया है लेकिन ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बताओ, अगर गलती से मेरे कपड़े जल जाते या घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। श्वेता, श्वेता! ध्रुव अब गुस्से में चिल्लाते हुए नीचे हॉल में जाता है जहां वो किचन में श्वेता को काम करता देख उसके पास आता है और गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाते उठाते खुद को रोक लेता है। भैया क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों है और आप इस तरह भाभी के ऊपर हाथ उठाने क्यों आए? हाँ बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू औरतों पर हाथ उठाए? आप लोगों को मेरी गलती नजर आ रही है, लेकिन इससे पूछो इसने क्या किया है। लेकिन ध्रुव जी, मैंने किया क्या है? आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप इतना भड़क रहे हैं? तुम यहाँ किचन में आराम से काम कर रही हो। अरे मैंने तुम्हें एक शर्ट प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ, उल्टा तुमने प्रेस का प्लग चालू छोड़ दिया। अरे कल को भगवान न करे शॉर्ट सर्किट हो जाता तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ध्रुव श्वेता पर चिल्ला रहा था और ध्रुव की डांट के आगे श्वेता अपने सर को नीचे झुका लेती है और उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसने गैस पर पराठे सेकने के लिए रखे हुए हैं। तभी पराठे के जलने की महक आती है और उसी वक्त कविता जाकर गैस बंद कर अपनी बहू पर एक बार फिर गुस्सा करती है।
बहू, ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम पूरी तरह लापरवाह हो। अरे इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं। भले ही तुम्हें तुम्हारी गलती ध्रुव अभी बता रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान इस बन रहे पराठे पर नहीं। अरे अगर घर में आग लग जाती या कुछ और हो जाता तो क्या करती तुम? हर समय लापरवाही। अरे ढंग से काम करोगी तो सब चीज की बचत होगी, और तो और सब ठीक भी होगा। सभी के शोर शराबे से अब श्वेता बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहने वाली इन लोगों को। हर चीज की बचत करनी है ना, अब मैं इन्हें बचत करना सिखाऊंगी। मैं इन्हें ना तो बिजली इस्तेमाल करने दूंगी और ना ही गैस पर खाना बनाऊंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि बचत किसे कहते हैं। इतना बोलकर अब श्वेता चादर ताने सो जाती है। अब अगले दिन श्वेता देर से सोकर उठती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सास, ननंद और पति उसे घेरे खड़े हैं। बहू, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन तू अब तक सोकर नहीं उठी। हाँ श्वेता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कहा था ना मैंने, भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। भाभी, अब आप बिस्तर से उठिए और खाना बना दीजिए, सभी को बहुत लेट हो चुका है। हाँ नेहा, मैं खाना तो बना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम छत पर जाकर देखो कि धूप आई है या नहीं। धूप? लेकिन क्यों श्वेता, खाना बनाने से धूप का क्या कनेक्शन? माँ जी, कनेक्शन है ना। अरे धूप तेज होगी तभी तो हमारे खाने बनने वाले बर्तन और तेल गरम होगा। बिना गरम तेल के खाना कैसे बनाऊंगी मैं? लेकिन श्वेता, धूप में तुम्हें खाना क्यों बनाना है और धूप में तुम्हें तेल क्यों गरम करना है? अरे तेल और खाना तो रसोई में बनेगा ना। ना जी ना, आपने ही कहा कि हमें बचत करने की जरूरत है। अब आप ही बताइए, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो गैस जलेगा और जब गैस चलेगा तो सिलेंडर खत्म होगा। सिलेंडर खत्म होने से तो अच्छा है ना कि मैं धूप में खाना सेक लूं या बना लूं। श्वेता की ये बात सुनकर अब सभी को अपनी की हुई हरकत याद आती है कि किस तरह वो लोग श्वेता को आए दिन बचत और भी बाकी चीजों के लिए सुनाया करते, और आज जब श्वेता ने उनकी तरह ही किया तब उन लोगों को पता चला कि श्वेता को कितने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तरह वो सभी लोग श्वेता से माफी मांगते हैं, जिसके बाद श्वेता उन्हें माफ कर किचन में जाती और सबके लिए खाना बनाती, जिसके बाद अब वो अपने ससुराल को अपने हिसाब से चलाती। मीना की शादी सौरभ से हुई थी। मीना जहाँ शहर की रहने वाली थी तो वहीं सौरभ गाँव का एक किसान था जो कि अपना ज्यादातर समय खेती बाड़ी में ही बिताया करता था। एक दिन मीना अपने पति सौरभ के लिए खाना लेकर खेत में जाती है और सौरभ ने उसे देखकर कहा, मैं जानता हूँ मीना कि तुम्हें शहर में किसी घर में शादी करनी चाहिए थी। यहाँ गांव में शादी करके तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सौरभ जी, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आप जैसा ईमानदार और सच्चा जीवन साथी मिला है, मुझे और क्या चाहिए। मैं भी तुम जैसी सुंदर और समझदार बीवी को पाकर बहुत खुश हूँ। सच में ऐसी बीवियां बहुत किस्मत से मिलती हैं। जिसके बाद अब वो दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं और मीना खेतों से वापस अपने घर आ जाती है। मीना के घर में उसके सास ससुर और उसकी एक कुंवारी नंद थी। एक दिन की बात है, मीना की सास ने उससे कहा, मीना, अब तुम भी अपने कपड़े निकालकर जल्दी से तैयारी कर लो। हमें पड़ोस की एक शादी में जाना है और हम सबसे अच्छे लगने चाहिए। शादी के बाद तुम पहली बार हमारे साथ किसी शादी में जा रही हो तो कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी और हर कोई आपकी बहू की ही तारीफ करेगा। तारीफ तो करेगा ही, क्योंकि मेरी बहू है भी तो इतनी सुंदर। कोई पागल ही होगा जो मेरी बहू की तारीफ नहीं करेगा। शहर में रहने के बाद भी तुम में बहुत अच्छे संस्कार है। पूरा परिवार शादी में जाने की तैयारी में लग जाता है। घर से निकलते वक्त मीना के ससुर ने मीना से कहा, मीना बहू, हम सब घर से बाहर जा रहे हैं। घर में अंधेरा करके जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम माता रानी के आगे दीपक लगा दो। ठीक है ससुर जी, आप सब चलिए, मैं माता रानी के आगे दीपक प्रज्वलित करके आती हूँ। जिसके बाद में अब सब लोग बाहर चले जाते हैं और मीना माता रानी के आगे दीपक जलाती है और कहती है, माता रानी, मेरे परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखना और सब कुछ भला करना। आपका आशीर्वाद चाहिए बस हमें, फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
अब सब लोग शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं और शादी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर लौटकर आते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी। मीना के जलाए हुए दीपक ने आग पकड़ ली थी और पर्दे से फैलते हुए अब पूरे घर में लग चुकी थी। अरे ये क्या हो गया हमारे घर को? कोई हमारे घर को बचाओ, हमारा घर जल जाएगा, हमारी मदद करो कोई। हे भगवान, ये किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? हमारे घर को बचा लो, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने घर को जलते देखकर अब सौरभ आगे जाता है और अपने घर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है और कहती है, भैया पागल मत बनिए, घर जल रहा है, आप कुछ भी कर ले, अब इस घर को जलने से नहीं बचा सकते, बल्कि आपको ही नुकसान होगा अगर आप अंदर गए तो। कुछ ही देर में घर जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो गांव में कई लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी अपने खेतों के पास बैठकर रो रहे थे और सास ने कहा, गांव के जमींदार भी बाहर गए हुए हैं, वरना हम उनके पास जाकर उनसे कुछ मदद मांग लेते। ये सब मेरी गलती है। ना मैं बहू को जोत जलाने के लिए कहता और ना ही पर्दे के द्वारा आग पूरे घर में फैलती। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने अगर कम घी डाला होता तो शायद ये ना होता। मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। अब आप सब लोग अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि दोष देने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब सौरभ अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पास ही के एक पेड़ को काट देता है और कुछ लकड़ियां उठाकर लाता है और अपने खेतों के पास ही लकड़ियां गाड़ कर रहने के लिए ठिकाना बना देता है। आज से हम यहीं रहेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अब हम खेतों में रहेंगे क्या? तो तुम ही बताओ मीना, क्या करें? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए अब हम खेतों में ही रहेंगे और खेतों में ही अपना खाना बनाकर खाएंगे। सबको सौरभ की बात ठीक लगती है, क्योंकि अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए सब लोग अब उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह मीना उठती है और मिट्टी का चूल्हा तैयार करके खेतों में ही सबके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब सब लोग खेतों में खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। ऐसा लग रहा है भाभी